O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasining viloyat filiali hamda Andijon viloyati g'aznachilik xizmati boshqarmasi hamkorligida davlat xaridlari elektron savdo platformasi mijozlari uchun yaratilayotgan qulayliklar va amalga oshirilayotgan o'zgarishlarga qaratilgan seminar o'tkazildi. Muxbirimiz tafsilotlar bilan tanishtirmoqchi. Tadbirda korxona va tashkilot vakillari, tadbirkorlar hamda sohaning faol mutaxassislari ishtirok etdilar. Uchrashuvda xarid.uz platformasining zamonaviy imkoniyatlari, tenderlar jarayonidagi shaffoflikni oshirish, hujjatlar aylanmasini raqamlashtirish va davlat xaridlarida inson omilini kamaytirish bo'yicha yangiliklar taqdim qilindi. Mutaxassislar ishtirokchilarga elektron tizimda ro'yxatdan o'tishidan tortib tenderda ishtirok etish, tijorat takliflarini joylash, shartnomalarni elektron tarzda rasmiylashtirish bo'lgan bosqichlarni amaliy misollar bilan ko'rsatib berishdi. Shu bilan birga platformada tezkor qidiruv, avtomat xabarnomalar va monitoring funksiyalarining yangilangan talqini ham namoyish etildi. O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi 2021-yildan buyon davlat xaridlarining asosiy operatori hisoblanadi. Hozirgi kunda tizimda qator yangiliklar joriy qilindi. Shu joriy qilingan yangiliklardan asosiylaridan biri, ya'ni tizimda inson omilini kamaytirish hamda korrupsiya holatlarini oldini olish maqsadida sun'iy intellekt orqali joylashtirilayotgan ofertalarni inson omilisiz avtomat ravishda tekshirish joriy qilindi. Aynan bugungi o'tkazilayotgan seminar ham budjet va korporativ buyurtmachilar uchun tizimda joriy qilinayotgan yangiliklarni yetkazish uchun tashkil qilindi. Yangiliklarga to'xtaladigan bo'lsak, ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ekoplatforma UzX.uz savdo platformasi joriy qilindi. Ushbu platformaning afzalligi ishlab chiqaruvchilar hamda xaridorlar o'rtasida savdo shaffofligini ta'minlashdan iborat. Shuningdek, tadbirda Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga asosan davlat xaridlari elektron tizimida farma.xarid.uz platformasi ishga tushirilganligi, mazkur platforma orqali davlat tibbiyot muassasalarining dori vositalari va tibbiy jihozlari nazorat qilinishi va qoldiqlarni samarali boshqarish orqali tibbiyot muassasalari o'rtasida qayta taqsimlash amaliyoti yo'lga qo'yilganligi bildirildi. Tadbirda ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Amalda uchraydigan muammolar yuzasidan fikr almashildi. Joylardagi mijozlar uchun xizmat sifati, tezkor texnik ko'mak va ochiqlikni ta'minlash bo'yicha takliflar ham o'rtaga tashlandi. Tashkilotchilarning ta'kidlashicha, elektron savdo tizimidagi bu o'zgarishlar davlat xaridlarini yanada oson, xavfsiz va barcha uchun birdek qulay qilishga qaratilgan. Seminar yakunida qatnashchilar elektron platformada ishlash bo'yicha yangicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lib, amalda qo'llash uchun zarur tavsiyalar bilan ta'minlandilar.